köygen kız ayının müziken ümit kılsam alayda bayının kızıken Handa kılay men girip bir gaday tursam perva kılmaz bayxenin vay mın feryat ursam mın feryat ursam Handa kılay men girip bir gaday tursam perva kılmaz bayxenin vay mın feryat ursam mın feryat ursam Assalomu alaykum ekran oldidagi aziz ko'rurmanlar. Assalomu alaykum Tala Yulduz programmamiz qatnashayotgan aziz tomoshabinlar. Programmamiz bo'lsa, mana mush oylik chempionimizni tanlash musobaqamiz hisoblanadi. Ya'ni bu oydagi oldingi 4 son programmamizga 4 nafar haftalik chempionimiz bugungi bu son programmamiz qatnashi orqali oylik chempionlikni tanlashidi. Oylik chempionimizning mukofoti bo'lsa, Şinjan Mustaq Xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan hozirgi zamon eng yangi texnika ishlatilgan shakli ko'rkam tok tezashlik Mustaq markali to'nglatqu. Tatlashmas aynak ishlatilgan avtomatik kir yuyadigan Mustaq markali kir alg'u. Uningdan sirt Urumchi Chavanda savdo cheklanish shirkati ta'minlagan tokni mayni qo'shib qiladigan tokni energiyani iqtisodga tejaydigan o'ziga o'zi avtomatik tok qachalash iqtidoriga ega Chavandaz markali tok sekretning 3000 yuanlik e'tibor kartasi bilan mukofotlanadi. Agarda bugungi oylik chempionimiz bo'lib, yana bizning yillik chempion tanlash musobaqamizga qatnash shartiga erishalsa, birinchi darajalik mukofotga erishuvchilarni Yevropadagi 7 davlatga sayohatga o'rnatishtirish, ikkinchi darajalik mukofotga erishuvchilarni Dubay, Turkiyaga sayohatga o'rnatishtirish, uchinchi darajalik mukofotga erishuvchilarni Shangang, Oman, Haylan sayyohlarga haqsiz sayohatga o'rnatishtirish. Unda bo'lsa bugungi 4 nafar mayirimiz, ya'ni bu oylik 4 nafar haftalik chempionimiz kimlardir? Sahnimizga marhamat 4 nafar mayirimiz. Sahnimizga marhamat. To'ytonlarning bugun bizning programmamizga ikkinchi qitim qatnashishinglar hisoblanadi. Unda bo'lsa, oldi bilan yana ko'rmallarimizga, tomoshabinlarimizga salomlarni yo'llab o'tgan bo'lsanglar, bizning muxbildan boshlaylik. Qani. Assalomu alaykum do'stlar, televizor oldidagi qarindoshlar. Sipoyi qilib psixik maslahat markazi vakolatan sizlarga o'tliq salom.
Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, televizor oldidagi keng ko'rurmanlar. Abdunum rayonlik qizlik kirish jamiyatidagi Rayhonguldan sizlarga o'tliq salom. Assalomu alaykum, televizor oldidagi ko'rurman do'stlar, naq maydonlik tomoshabinlar. Men Xinjiang Pedagogika universiteti o'quvchisi Gulboston Ahmad. Tala yulduz programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimga intayin xushalman. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugungi Tala yulduz programmasi qatnashgan naq maydonlik tomoshabin do'stlar ham ekran oldidagi ko'rurman do'stlar, yaxshimisizlar? Men Urumchi kasbiy universitetining o'quvchisi Qaysar Kiram bo'lman. Hammalarning meni qo'llab-quvvatlab berishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Endi bizning programmamiz qatnash jarayonida balkim nurg'unlagan narsalarni esgan bo'lishinglar mumkin. O'zinglardagi qaysiyatga ortiqchiliklarni texnik namoyon qila oldinglar. Undan boshqa o'zinglardagi qaysi kamchiliklarning borligini his qildinglar? Muqbildan boshlaylik. Allolanmasdan men 2002-yili shu to'lg'otin meydan bitirib chiqib ketgan. Menga ichkilarda, jadallarda o'qish bitirib qaytgan. Raskamsam hozir ona tilimda mustaq savollarga duch kelgan vaqtida inkosimi xilal astlab o'zimning tillarim yo'qolib tishlab deganda kastab o'qitdim. Bu shu payt qatnash orqali buni haqida cho'nqur his qildim. Bundan keyin cho'qim buni to'g'rilab ketishga tirishiman. Shunda turukliq chempion bo'ldingiz lekin. Bakram bo'lib ketsa, nima bo'lib ketasiz? Ha? Hay bugun chempion bo'la olasizmi Muqbil? Tirishman. Tirishing. Yaxshi, Rayhongul. Rayhongul. Tala yulduzga qatnashma deb o'ylab boqmagan. Ish qilib, o'zimniki universal sapoyimniki tavaligini his qildim. Boshqalardan so'ragan ba'zi savollarga o'ylab, men javob bergan bo'lsam, meni javob berganman deb o'ylab qoldim. Ish qilib, televizor oldida meni deb xato javob bergandi, asl men javob bersa bo'ldi deb biz televizor oldida ular degan bilan, lekin men sahnaga chiqqan vaqtida adam bekchi delishib, biladigan narsani unutib qoldik. Men har qaysi yoshlarning fursat bo'lsa, shu Tala yulduz programmasiga qatnashib, o'ziniki universal saposini sinab beqishni umid qilman. To'g'ri, uyda o'tirib choy ichib ko'rish bek oson. Lekin bu sahnaga chiqib javob berish unchalik oson emas, chunki bu sahnaga chiqishga intayin cho'ng jur'at ketadi. Barakalloh, afrin etimiz. Hindiston. Sahnaga chiqqanda jiddiylashish menda yo'q, chunki maktabda o'qish jarayonim nurg'un qatim riyosatchilik qilgan. Shu jiddiylashish yo'q, biroq menimcha meni universal bilimim yana bak tovanga, cho'qim bu jihatdan jiqroq kitoblarni ko'rib qatnashsam bo'g'idek deb o'yladim. Bir sinfda kamtar mayirlar, o'zidan Alloh aytligini faqat demay, kamchiligini davatida yaxshi yaraysizlar. Bugun chempion bo'la olamsiz, bo'lamamsiz? Haftalik mayirlarning hammasi bir-biridan yomon keltirish baqay. Yaxshi. Qaysar. Bu Tala yulduz programmasi ham menimcha haqiqatan Tala yulduzi deb atalishga munosibkan. Menmu universal sapoyimmu anchmu bek yuqurma emaskan. Oldingi soni ta'lim ko'plar, shu aplik chempion bo'lib qoldim endi. Ma'sanda cho'qim tirishiman. Shundoq, mayli natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bugun yana bir qatam bizning Tala yulduzining raqobat sahnasiga qadam qo'yudinglar. Shundaqmi? Mana mushuni bir cho'ng natija deb qaraymiz. Talay va Ahmad har biringlarga yor bo'lg'ay bugungi savollarimizning salmiqi xili eg'ir kirishinglar. Ekran oldidagi aziz ko'rurman, shundaqla naq maydondagi aziz tomoshabinlar, mana birinchi bosqichimiz boshlanish oldi turyotdi. 4 mahirimiz sahnamizda. Bugun Talay va Ahmadning sizlarga yor bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Birinchi bosqichimiz boshlanish oldi turyotdi. Birinchi bosqichimizda eskartib qo'yilgan ish. Men savolni so'rab bo'lgandan keyin javob beradigan mahirni belgilayman. Savol: diqqat. Mamlakatimizdagi eng uzun ishki quruqlik daryosi qaysi? A. Zarafshon daryosi, B. Tarim daryosi, C. Ili daryosi. Gulboston. Zarafshon daryosi. Buning to'g'ri javobi Tarim daryosi. Joyingizga qo'ying. Savol: 20 yillik xalq pulining ikkidan biri yirtilib ketsa, bankaga apasangiz qancha pul almashtirib beradi? A. 5 yuanga, B. 10 yuanga, C. 15 yuanga. Rayhongul. 5 yuanga. 5 yuanga. Buning to'g'ri javobi 10 yuanga. Joyingizga turavering. Savol: diqqat. Hozirgacha bizga yetib kelgan shundaqla bir qadar mukammal saqlangan musiqa tarixiy kitobi qaysi? A. Tarixiy Muslihuyun, B. Tarixiy Rashid. Qaysar. A javob to'g'ri. A javob, ya'ni Tarixiy Muslihuyun. Shundaqmi? Buning to'g'ri javobi Tarixiy Muslihuyun. Oldingi bir qadam. Tövəndiki dövlətlər içində
Yavru rayoniga kirmaganlari. A. İspaniya, B. Belgiya, C. Angliya. Maqbul. C javob Angliya. Bunun to'g'ri javobi Angliya. Oldingiz. Navbatda Yevro rayoni Avstraliya, Belgiya, Germaniya, Gretsiya, Fransiya, Finlandiya, Irlandiya, Italiya, Lüksemburg, Gollandiya, Portugaliya, İspaniya qatorliq 12 davlatni o'z ichiga olgan. Savol: montaj degan atalg'u eng dastlab qaysi sohada qo'llanilgan? A. Meditsina, B. Rassomlik, C. Qurilish ilmi. Gulbostan. C. Qurilish ilmi. To'g'ri javobi qurilish ilmi. Oldingiz. Diqqat! Jungo Xinjiang Oshpazlar jamiyati va Baying'ulin oblastlik sayohat idorasi uyushtirgan Lopnor noyilik xalq hukumati o'tkazishni ustiga olgan tunji navbatlik Lopnorliklar Kaupi bayrami qachon o'tkazildi? A. 4-oyning 29-kuni, B. 4-oyning 30-kuni, C. 5-oyning 1-kuni. Qaysi? B javob to'g'ri. 4-oyning 30-kuni. To'g'ri javobi 4-oyning 29-kuni. Savol: diqqat! Suv ichish bayrami bermiliklarning eng katta bayrami hisoblanadi. Undaqda ular suv chashqanda qaysi xil daraxtning shexini ishiltadi? A. Chinar daraxti, B. Gilas daraxti, C. Qarg'ay daraxti. Maqbul. Gilas daraxti. To'g'ri javobi gilas daraxti. Savol: o'ttirchi hisob bilan 1 minutda so'ziladigan so'zliki bo'g'im bo'yicha hisoblaganda qaysi davlat kishilari eng tez so'zlay oladi? A. Fransiyaliklar, B. Yaponiyaliklar, C. Germaniyaliklar. Rayhon. Yaponiyaliklar. Bunun to'g'ri javobi Fransiyaliklar. Mana bizning birinchi bosqichimizdan keyin muxbil 3 qadam oldida, ya'ni eng oldida bizning keyingi bosqichimizga qatnashish salohiyatiga erishdi. Qaysar bilan Gulbostan taqlishib qoldi. Ikkisi bir savolga alishtirib javob berdi. Savol: nur yili nimaning hisoblash birligi? A. Vaqtning, B. yo'riqlikning, C. uzunlikning. Qaysar qaysi javob? B. Gulbostan C. Shundaqmi? C javob uzunlikning, B javob yo'riqlikning. Shundaqmi? To'g'ri javobi uzunlikning. C. Oldingiz bir qadam. Gulbostan bizning keyingi bosqichimizga qatnashish salohiyatiga erishdi. Gulbostan kutib turishni saqlab qo'ying. Qaysar bilan Rayhongul yana bir qitimliq tanlashga duch keldi. Ikkalanglarga omad tilayman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar ko'ryapsizlar. Xalqimizning sog'lomligi uchun uzluksiz tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Kinara Biofan texnik taraqqiyot chekish shirkati alayda qo'llagan Kinara talay lonkasini talashish Talay Yulduz programmamiz. Bu bosqichda har biringlar 2 dan ekran savoliga javob bersizlar. Qaysar, diqqat qiling. Birinchi savolingiz ekranga marhamat. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana bu hammamizga tanishlik bo'lgan Wi-Fi, ya'ni simsiz to'g'ri tarqatuvchi asbob. Hozir bu asbob hamma oilalarga degidek umumlashib bo'ldi. Undaqda mayirimiz savolga diqqat qiling. Mana bu simsiz to'g'ri tarqatuvchi asbobni yotoq uylarga qo'yishga bo'lamdi. Nima uchun? Mencha yotoq uyiga qo'ysa bo'lmaydi. Nemishqa? Bir xil zarat taqidi emas. Zarat demakchi ham elektronlik balki. Menga ziyonli bo'lgan 5, 4, 3, odam badaniga ziyonli. 2, 1. Ya'ni bo'lmaydi. Chunki simsiz to'g'ri tarqatqu o'rinlashtirilgan uyning elektr magnit radiatsiyasi kuchli bo'lib, odam badaniga ziyonli. Shuning uchun yotoq uyga qo'yishga bo'lmaydi. Asosiyatdan to'g'ri bo'ldi, oldingizga bir qadam. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling. Yaxshi boshlash bo'ldi, ya Qaysar qani. Angakchan aql farosatlik ajdodlarimiz qadimda o'z aql farosatiga tayinib nurg'unlagan turmush buyumlarini ijod qilgan va uningdan unumli foydalanib kelgan. Mana sizlar ko'rayotgan bu buyummi ajdodlarimizning aql farosatining javhari hisoblandi. Undaqda bu buyumning nima ishkanligini, shundaqla ayni vaqtda ajdodlarimizning buni nimaga ishlatganligini aytib bering. Buni bilmaydi ekanman. Voy tomoshalar bek hayron qoldi-ku. Deb. Bo'ldi javob bermaysiz shundaq-ku? Ha. To'g'ri javobni ko'rib boqaylik, ya. Qani ekranimizga marhamat.
Sizlar ko'rayotgan bu narsa bo'lsa yug'ish bo'lib, qadimda ajdodlarimiz buni terib, o'stirib, pishgandan keyin qaynoq suvga chilab, yumshatib, buni kundalik turmushida qachquchilarni, qozon qumishlarni yuvish uchun ishlatgan. Ya'ni hozirgi turmushimizda ishlatayotgan dasmalning eng ibtidoiy nusxasi hisoblanadi. Dasmalning eng ibtidoiy nusxasi ekan. Ne bilib oldingizmi? Ha, bilib oldim. Am bundan köyde qachquchilarni mushtaq dasmalda yuvamsiz? Ha? Shu uydagisiga o'xshamaydi ekan bu shu. Cevap veremey kaldınız. Hiç kısa yok, lekin bir sual doğru cevap vereldiniz. Endi növbet Reyhan Gül geldi. Navada siz ikili ekran sual doğru cevap verelsiniz. Kaysar bilen tanışsız. Keyingi basqıçımızga kirish fursatiga erişeleysiz. Tırışın. Bulamdı? Qani, birinci sual. Ürümçi Şinjan Uyghur Abdunum rayonimizning markazi. Undaqda mayırımız, siz mana shu Ürümçi degan atalg'uning kelish manbasini izohlab beqing. Ürümçi degan atalg'uning kelish manbasini tushuntirib bering demakchi. Ürümçi degan tog'liq rayon degan ma'nodamki. Tog'liq rayon degan ma'noda. Şinjan deganni bilmayman, chegara rayon deganni bilmayman, lekin Ürümçi degan hamdim menimcha shu tog'liq. Shu sizlar Şinjan degan so'zning ma'nosini bildi debmi shu. Qasdan Ürümçi degan so'zning ma'nosini so'rdik. To'g'ri javobini ko'rib boqaylik. Qani. Endi Ürümçi degan mushu atalg'uning kelish manbasi haqida hozir har xil ko'z qarashlar o'tirib qo'yilyotidi. Mushu fransiyalik ataqliq tilshunos pilot 925-yili Dunhuangdan, ya'ni Dasht atadan topgan bir xotan sak tilidagi Irumchina degan so'z dal Ürümçi degan so'zning manbasi. Yani bu İrumçina'daki İru, tallık, ormanlık, Çina, baraksallık, mi bolsa ulanma, muşmendeki söz degini biraz ilmi buluşu mümkün de qaraymiz. Bu sual to'g'ri javob bermay qaldingiz Reyhan Gül. Endi ikkinchi savolimizni so'rash mojasiz, chunki bu savolga to'g'ri javob bersingizmi, hamon Qaysargının qadam soniga yetişemaysiz. Şunlaşqa yana bir sualni so'ramaslikni loyiq topdik. Qaysar muborak bo'lsin, bizning keyingi bosqichimizga qadam qo'ydingiz. Muborak bo'lsin. Reyhan Gül. Men bayan his qildim, Qaysarning so'ragan savollarining hammasiga men javob bera oladiganman. Rasla, Raspuchu ismi-jismga loyiq Tala yulduzga bundan keyin universal sapoyimni taxmo o'stirib, bilimimni mustahkamlashga tirishiman. Baya dedim ki, bu sahneyi çıkkınlığınızdan özü bir netice. Şundaqmı? Herkes əpsizlanmaq. Bulamdır Reyhan Gül. Rəhmət sizge mi könül soğumuz ba o bolsu mu? Uyghur tibabat doğrugerligidən faydalanıp sağlamlıq məqsadlarını işləp çıxırıyotqan Şinjan Kinara Biopen Texnika Tərəqqiyat Çəkiliş şirkəti təminləyən 500 yuan qiymetidagi sağlamlıq məqsadları və 1000 yuanlik etibar kartisi. Onundan başqa Plan Xalqara Savdo Çəkiliş şirkəti təminləyən telegraf, birləşmə xəbərləşiş, köçmə xəbərləşiş abonentlərini tan qollaydigan qo'sh kartılıq şəkli görkem Qutlan markalık Yanfon könül soğumuzdan programını sizin davamlı karşı aldığı. Rahmet. Ekran aldaki aziz görürmen, endi növbet sizge geldi. Sualığı dikkat kılın. Öt suyuqlığı qaysi a'zodan ajralib chiqadi? A. Jigardan, B. Oshqozondan, C. o'tdan. Agar bu savolning javobini to'g'ri topgan bo'lsangiz, darhol qo'lingizga telefonni ilingda muqim telefon yoki kichik serak abonent bo'lsangiz 168 669 69 ga. Ko'chma xabarlash abonent bo'lsangiz 125 902 685 ga. Birlashma xabarlash abonent bo'lsangiz 101 566 266 ga telefon qilish orqali ta'limingizni sinab beqing mukofot buyumimiz sizni saqlayotdi. Xo'sh, naq maydondagi tomoshabinlar, endi navbat sizlarga keldi. Mana oldimizda chiroyli tuxumlar turibdi. Mukofot buyumlarimiz sizlarni saqlayotdi. Bugungi ta'laylik tomoshabinimiz qaysi ishki mehmonimizdir? Aylansin. 3 2 1 to'xtab. Muborak bo'lsin ta'laylik tomoshabinimiz. Ishki ta'laylik tomoshabinimiz kimdir? Aylansin. 3 2 1 to'xtab. Qani, ishki ta'laylik tomoshabinimiz sekinimiz kim marhamat. Televizor, to'nglatqu, kir alg'u, hech nima yo'q, balkim bor. Yoki biz hammasida hech nima yo'q, yoki biz hammasida bir nima bor. Qaysilar bosh ta'linglarni sinab boqsizlar. Tuxumni qo'lingizga olasiz. Ha. Abay deb qo'yganim bo'yicha-na, agar mushunda to'xtab turib chiqmay qolsa qanday qilasiz? Mitlab, bo'lib bilan meni urasizmi? Qani, marhamat.
Bakın. Ürümçi Mizan Soda Çekiliş Şirketi Türkiye'den kirgizgen her xil tamoqlarni yetishga mos keladigan Anagida Komili markalik zaytun yağı, onundan başqa yosh talantlıq naqshimiz Rana Mijit ijrosidagi yangidan bozorga selingan Kutishlardan nomli DVD plastinkasi ekan. Muborak bo'lsin. Xo'sh, endi navbatsiz keldi. Sizning mukofot bo'yimingiz go'zallik izlaguvchi xonim qizlarning talabi Endi chiqib qolganimiz bo'lgan kimni o'qiyveray. Ishqilab tushganki almashtirib olsam bo'laverdi, juma. Güzellik izlaguvchi xonim qizlarning talabi va arzu armonlarini amalga oshirishni o'ziga nishon qilgan Xinjiang O'snigul savdo chekilish shirkati ta'minlagan diyorimizning havo klimatiga moslashtirib alohida ishlangan sifatining yaxshiligi bilan xonim qizlarimizning shundaqla ayollarni bu gapni o'zim qo'shib oldim. Xonim qizlarimizning olqishiga erishib kelayotgan 270 yuan qimmatidagi O'snigul yurishlik grim buyumlar bilan mukofotlansin. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'ruvchi shundaqla naq maydondagi tomoshabinlar, endi programmamizga sirtdan qatnashayotgan ta'lili ko'ruvchilarimizdan birini tanlab chiqib, naq maydonda mukofot bo'yimini sovg'a qilamiz. Qani, ekranimizda sirtdan qatnashayotgan ta'lili ko'ruvchilarimizning telefon nomerlari aylansin. 3 2 1 90 152 99 kayinki to'yxonasi 2832. Muborak bo'lsin ta'lili ko'rman, sizning mukofot bo'yimingiz har xil o'simlik javharlardan foydalanib yasab chiqilgan aktiv hujayralarning qayta tirilishini ilgari suradigan kinora xushpuroq attiri bilan va badandagi zahar, qoldiq modda almishdan kelib chiqqan kasalliklarni davolaydigan, zaharni haydab qonni saqlashtiradigan kinora tutchapligi bilan, uningdan boshqa yuzning namligini saqlash, suv to'liqlash, oqartish unimiga ega bo'lgan kinora kristal yuzliki qatorliqlar bilan mukofotlanasiz. Uningdan sirt yana Xotan Kavsar yemak-ichmak zavodida ishlangan Kavsar yurishlik ichimliklaridan bir eshikda mukofotlanasiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rman, shundaqla naq maydondagi tomoshabinlar, endi programmamizga sirtdan qatnashib, ya'ni savollarimizga to'g'ri javobini bergandan keyin o'zining arzu armonlarini bizga aytgan ta'lili ko'rmanimizning ishini tanlab chiqib, naq maydonda telefon urish orqali ularning arzu armonlarini kuchimizdan yetishicha o'rnab berishga tirishimiz. Agar telefoni ulanmay qolsa, bu fursatdan quruq qoladi. Birinchi ta'lili ko'rmanimiz kimdir? Avvalgi qiziqish o'rni nimada? Ekranimizda telefon nomerlar aylansin. 3 2 1 90 187 99 kayinki to'yxonasi 2520. Avvalgi qiziqish o'rni menga bo'yin ulaydigan ulug'ishdan lozim edi. Telefon urib aloqalash baqaydi. 5 Assalomu alaykum. Siz bilan paralashayotgan Ta'ala Yulduzi programmasining riyosatchisi Qaysar Habibullah. Alaykum. Siz programmamizga qisqacha avatib, menga bo'yin ulaydigan ulut qudin lozim edi deb ekansiz, shundaqmi? O'zingiz shiltabdingiz yoki? Qabul dedingizmi? Ha, televizorda e'lonni berayotgan shundaqmi? Ha. Qabul bo'yin o'mirtqisi ulash doktori. Ha. Sizga doktor lozimmi yoki ulaydigan ulatqu lozimmi? Ha, uning ismi shundaqmi ekan? Bo'ldi. Siz hozir yurtingiz nereden? Bo'ldi. Programma xodimlarimiz pat yaqinda siz bilan aloqalashib, mana shu qobil bo'yin o'mirtqisi doktori yoki ulatqushni sizga avatib bersin bulamda. Programmamiz qatnashganingiz rahmat. Programmamizni davomli qo'llab turasiz. Xayr qo'sh. Rahmat, xayr qo'sh. Arzimaydi qo'sh, sizga rahmat. Xo'sh, endi ishkin ta'lili ko'rmanimizning arzu armonlari nimadir? Ekranimizda telefon nomerlar aylansin. 3 2 1 90 152 76 kayinidagi to'yxonasi 3112. Avatga qisqacha yaxshimisiz Qaysar? Yaxshi. Menga 99 tal dosta qizil gul lozim. Telefon urib aloqalash baqayli. Uf. 5 4
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bilan paranglashayotgan Ta'la Yulduzi programmasining riyosatchisi Qaysar Habibulloh. Hay. Hay, yaxshimisiz, chiqmo. Yaxshi, tinchlik. Siz programmamizga qisqacha avatib, menga 99 tal bir dast qizilgul lozim edi deb kelsiz, shundaqmi? Ha, shundaq. Ha, 99 tal atirgulmi? Ha, 99 ta qizlarga yo'ldashim olsa, qulma deb qaysi kuni mashtarqini yo'llab ekan. Ha, vaqt qachon tashib bo'ladi? Yurtingiz nereden? Shayardan. Shayardan. Bo'ldi. Mana shu 99 tal qizil attir gulni Ay Nuri gulchiligi siz bilan aloqalashib yetkazib bersin bo'lamda? Ha, ma'qul, rahmat. Rahmat. Programmamizda qo'llaganingizga rahmat. Programmamizga davomli qatnashib turasiz. Xayr xo'sh. Ekran aldırki qadrli ko'rmalar ko'rayotganlar, xalqimizning sog'lomligi uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatgan Xinjiang Kinara Biopan Texnika taraqqiyot chekli shirkati alayda qo'llagan Kinara ta'laylanqisini talashish Ta'la Yulduz programmasi. 3 nafar mayrimiz bu oylik bizning oylik chempionligimizni talashyotdi. Endi bu bosqichdan keyin yana bir nafar mayrimiz biz bilan xo'shlashadi. Savolni intayin tez so'rayman, javobni intayin tez olaman. Ozroq vaqt o'tib kelsa inovatsiz oldiga ma'maysizlar, undan boshqa bo'lqiyaysizlar. Şunlaşqa inkasinglarning intayin tez ham to'g'ri bo'lishini talab qilamiz. Qaysar o'tgan sonda mush bosqichda qancha savol to'g'ri javob bera olgandingiz? Bir savolga. Bu sonda qanchasi to'g'ri javob bera olasiz? Ikkisiga javob bermay deb o'ylayman. Undaq bo'lsa, başladım. Bir adam AIDS virus bilan yuqumlanib, dastlabki 3 oy ichida virusni tekshirib bilgili bo'lmaydi. Shu bu mezgilda boshqalarga yuqmaydi deyish to'g'rimi? To'g'ri. Voy, xato. Tarixda Bodir Shah deb nom olgan kishi Tang Tayzongmi yoki Li Zichengmi tez javob berdi. Xato. Voy, Li Zicheng Shangang Zhujiang dilsining sharq tarafidami yoki g'arb tarafidami? Voy, sharq tarafida. Birisiga to'g'ri javob bera olmay qoldingiz. Isim. Endi navbat Gulboston keldi. Başladik. Elimizki eng cho'ng shundaqla Osiyodagi eng cho'ng dinozavr tosh qatmisi Beijing muzeyidimi yoki Ishki Mo'ng'ul muzeyidimi tez javob bering. Voy, xato. Ishki Mo'ng'ul muzeyida Ayshar Yersharni aylanadi yoki Yershar Aysharni aylanadi tez javob bering. Ayshar Yershar. To'g'ri oldingiz menga. Qashqar kechasi nomli dastanning avtori Abdurim O'tkirmi yoki Ahmad Ziyoyimi? Ahmad Ziyoyi. Voy, xato. Abdurim O'tkir. Endi navbat Muqbul keldi. Sahnadagi mayrlarning qadam sonini ko'rib turasiz, a? Ko'raman. Qaysar bir savol to'g'ri javob bera olmay qoldi. Gulboston bir savol to'g'ri javob berdi. Siz qanchalik to'g'ri javob bera olasiz? Tirishing. Yaxshi. Yemeklarni eng tez hazm qiladigan jonli qushlar-qushlarmi yoki qurut qo'ng'izlarni tez javob bering. Ha, to'g'ri oldingiz menga. Kimlik kinishki nomerining soldan o'ngga sanaganda 17-xonasi taqsam bo'lsa, shu kishining er ishganligini bildiramni yoki ayol ishganligini bildiramni tez javob bering. Ha, yaxshi. Odatga ishqarli xususiyatga ega batareyalarga qaytadan to'liqlab ishlatgili bo'lamdi, bo'lmaydi? Bo'lmaydi. Va xato. Bo'ladi. İki savol to'g'ri javob bera oldingiz. Yaraysiz. Shuning bilan ekran oldidagi qadrli ko'rmalar naq maydonga tomoshabin do'stlar. Gulboston bilan Muqbul bizning bugungi Kinara oylik ta'laylanqimizni talish bosqichimizga qadam qo'ydik. Muborak bo'lsin qani. Qaysar bizning keyingi bosqichimizga qadam qo'ya olmay qoldingiz. O'zimniki hamda shu Ta'la Yulduz programmasiga qatnashib, haftalik chempion tanlash musobaqasida chempion bo'lib, andin shu oylik chempion tanlash musobaqasiga kirganimdan hamma uchun eng cho'ng g'alaba deb o'ylayman. Gerçi aylık chempion tanlash musobaqasida shonlanib ketgan bo'lsam-mu, buningdan keyin universal bilimlarimni texmi yuqori ko'tarib, texmi yaxshi natijani Sizning mukofot buyumingiz bo'lsa, Qaysar Uyg'ur tibobat dorigarligidan foydalanib sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Kinara Biopan Texnika taraqqiyot chekli shirkati ta'minlagan 800 yuan qiymatidagi sog'lomlik mahsulotlari va 1000 yuanlik e'tibor kartasi. Uningdan boshqa Xinjiang Haqqan savdo chekli shirkati Urumchi Haqqan kiyimlarini top va parcha tarqish do'koni ta'minlagan Haqqan markali kiyim-kechak va Haqqan markali kamar konsolimiz qabul qilingan programmamizda davomli qatnashib turg'aysiz. Rahmat sizga. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar ko'rayotganinglar, xalqimizning sog'lomligi
uchun uzluksiz tirishchanlik ko'rsatgan Xinjiang Kinara Biopən Texnika Taraqqiyot Çəkiliş şirkəti alayda qo'llagan Kinara oylik chempionlikni talashish talay yulduz programmamiz. Mana bizning Kinara talay loqimiz talish bosqichimizga muxbil bilan Gulboston qadam qo'ydi. Bu bosqichda 4 savol bor. Ya'ni madaniyat, shaxs, sayohat, fan texnika. Hozir qadam sonida bir qadam keyin ekan, ha? To'g'ri, muxbil bir qadam oldida, Gulboston bir qadam keyinida. Xo'sh, oldi bilan qaysinglar savol tanlaysizlar? Men tanlayman. Muxbil tanlaydi. Muxbil. Sayohatni tanlayman. Sayohat. Diqqat. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi 5A darajalik sayligohlar Qanas, Bug'diko'li, Narad, Bo'yliqdan boshqa yana biri qaysi? Tanlash yo'q. G'olju baka, emirse, Altaydagi Ko'kto'qay xatalashmasin. Altaydagi Ko'kto'qay. Eyvallah. Shundaqmi? Uning to'g'ri javobi Ko'kto'qay. Oldi bir qadam. Gulboston. Madaniyat. Xinjiang o'zining muqaddasligi, sirliqligi bilan dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarni kuchli jalb qilmoqda. Madaniyat tadqiqotchisi Jin Xianlin dunyoda tarixi uzun, zimini keng, ta'siri cho'ng madaniyat sistemasidan faqat 4 yil bor. Bu 4 madaniyat sistemasi mujassamlangan joy faqat birla. U bo'lsa-mu Jungo Xinjiang deb yozgan ekan. Undaqda bu 4 madaniyat sistemasi Jungo madaniyat sistemasi, Hindiston madaniyat sistemasi, Islom madaniyat sistemasidan boshqa yana biri bo'lsa, tanlash yo'q. 5 4 3 2 Budda madaniyat sistemasi. Buningdagi to'g'ri javob Yevropa Amerika madaniyat sistemasidan iborat. Oldi bir qadam. Endi boshqa savollarni so'rashning muhojati qolmadi, shundaqmi tomoshabinlar? Chunki boshqa savollarga Gulboston to'g'ri javob bergan taqdirdami, muxbilning qadam soniga yetisholmaydi. Shunglashqa ekran oldidagi qadrli ko'rmalar maydon tomoshabin do'stlar, bu son Kinara talay loqimizga erishguchi bo'lsa, muxbil muborak bo'lsin. Marhamat. Bu osmondan tushgandek tushib qoldi bu talay. Rahmat, naytayzanlik bormi? Balkim Gulbostonga chiqqan savollarga siz javob berolmasligingizmi? O'qimaydigan savollar. To'g'ri, mana mushuning o'zini talay deb o'ylaymiz. Shundaqmi Gulboston? Gulboston. Afsuslanmay desam yog'an bo'lib qoldi. Ozliq qolgan piya. Rassom. Shuning qadam qolgan. Bu bo'g'ini ikki qatim cho'qim yana qatnashman. Anamdan keyin yillik talay loqsin talish musobaqasi cho'qim ko'rma, muxbilning shu vaqtdagi ifodasiga cho'qim yaxshi kuzdiman. Chunki meni yengan chempion meni jo'g'an yillik musobaqadan cho'qim yaxshi natija qozondim deb o'ylayman. Rahmat, do'st, birinchi musobaqa ikkinchi. Yaxshi. Boya degan bizning oylik chempionimizning mukofoti sarxil bo'ladi deb. Unda bo'lsa mukofoti nimada muxbilning? Muxbil, hozir ikki mukofotni o'qiyman, ikkisidan birini tanlab olasiz, ha? Xinjiang Muzda xalqaro savdo chekilish shirkati ta'minlagan hozirgi zamon eng yangi texnikasi ishlatilgan shakli ko'rkam, to'q tejashlik mustaq markali to'nglatqu. Undan boshqa datlashmas aynak ishlatilgan avtomatik kir yuydigan mustaq markali kir alg'u. Qaysini tanlab olasiz? To'yliq buyumlar mana keldi-da. To'nglatqim tanlab olay. Hay, burun uy to'nglatib yo'qdi. Emas u bor. Qilib olay deb kelsiz-da. To'nglatqu. Unda qolsa muxbilning mukofoti Xinjiang Muzda xalqaro savdo chekilish shirkati ta'minlagan hozirgi zamon eng yangi texnikasi ishlatilgan shakli ko'rkam to'q tejashlik mustaq markali to'nglatqu. Uningdan sirt to'y qilish oldida turgan muxbilga Uyg'ur tibobat to'g'rigarligidan foydalanib sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Kinara Biopən Texnika Taraqqiyot Çəkiliş şirkəti təminləyən 2000 yuan qiymatidagi sog'lomlik mahsulotlari va 1000 yuanlik e'tibor kartasiga mübarək olsun.
qiziq cho'nglarga. Shuning bilan Gulbostonning mukofot bo'yimini e'lon qilib o'tay. Gulbostonning mukofot bo'yimi Urumchi Chavanda savdo chekish shirkati ta'minlagan tokni mayni qo'shiq qilib qiladigan, tokni energiyani iqtisodni tejaydigan, o'ziga o'zi avtomatik tok qachalash iqtidoriga ega Chavandoz markali tok sikletning 3000 yuanlik e'tibor kartasi. Uningdan sirt Uyg'ur tibobat to'g'rigarligidan foydalanib sog'lomlik mahsulotlarini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Kinara Biofan texnik taraqqiyot chekish shirkati ta'minlagan 2000 yuan qimmatidagi sog'lomlik mahsulotlari va 1000 yuanlik e'tibor kartasi bilan mukofotlangan. Siz muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ko'ng so'g'imiz. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, shunaqalar naq maydon tomoshabin do'stlar, bu son programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang Kinara Biofan texnika taraqqiyot chekish shirkatiga alayda rahmat aytamiz. Barliq ishlaringlar utuqli bo'lsin. Texnik zo'r natijalarni qo'lga keltirgaysizlar. Rahmat sizlarga. Rahmat. Ko'rmalar tomoshabin do'stlar, navoda programmamizni televizordan ko'radigan bo'lsanglar, hech qisi yo'q, qo'yi ko'rish, shundaqla Karvon Sen Forb bekitiga chiqib ko'rish fursatlarini chin ko'ringlar. Programmamizning qo'yilish vaqti har yakshanba kuni kech soat 7:30da, shuning bilan birga har chorshanba kuni kech soat 7:30da programmamizning qo'yilish vaqti. Unutib qolmanglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Kelaysan ko'rsaylik, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar, xayr xo'sh.